juda ham ko'pchilik so'ragani uchun bu ma'lumotlarni berib o'tyapman. Ya'ni farzandimda bo'layotgan narsani, mabodo sizlarni ham farzandinglarda shunaqa bo'layotgan bo'lsa, sizlar ham shularga olib kelishinglarni tavsiya qilaman. Prosta men o'zimga ravo ko'rganini sizlarga ilinib boraman, qizlarjonlar. Bularga olib kelganimdan keyin уже tilini tegini kestirishimizni aytdilar, borib kestirib keldim. Уже R harflarini gapiryapti, ancha zo'r gapiryapti, ham ko'p gapiradigan bo'lib qoldi. Oldin juda ham kam gapirardi. Aktivniy bo'lib qolganda, Muhammad Aminxon juda aktivniy bo'lib qoldi. Juda ham yaxshi bo'lib qoldi. Mana bog'chapasi ham aytibdi, yaxshi anaqa qilyapti. Gapiryapti уже deb gapirishyapti-da. Shuning uchun men shundan xursand bo'ldim. Shu yerga qon tomirlar yopilib qolsa, miyaga yaxshi anaqa bormas ekanda, yetib bormas ekanda, o'sha hisobiga bola gapirishida muammolar bo'lar ekanda, gapirishida, yurish turishida, o'sishida muammolar bo'lar ekan. Nu hozir Xudoga behisob shukr, hammasi yaxshi. Shuning uchun kerak bo'lsa atmetga qilib qoldirib ketaman.